Bugun arzon narxda sotuvga qo'li chiqdi. Obzorni qisqacha ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Adresimiz tekstilda. Ko'rishingiz mumkin. Maydoni 5 sotiq. Mana sizlar bilan qisqacha tanishib chiqamiz sizlar. Hop. Mana kirganimizda bitta avtomobil mashinaga mo'ljallangan parking zonasi bor. Bu joyda esa огород bor. Mol qo'yib boqish uchun ham sharoitlari bor. Bu joyda gazimiz zo'r. Mana ko'rishingiz mumkin. Uy ikkiga bo'lingan ekan. Maydon aytib o'tganimizdek 5 sotiq. Bu joyimiz oshxona, bu qismimiz isitishxonamiz. Isitish parovoy отопление orqali ekan. Bu sanuzel qismimiz. Ko'rishingiz mumkin. Holatlari yaxshi, qoniqarli. Bu joyimizda uy egalari bor ekan. Videoga olishga ruxsat berishmadi. Ikkita xona bor ekan bu joyda. Holatlari yaxshi, ta'mir qilingan ekan. Xo'p, undan keyingi xonalarimiz mana kirganimizda yaxshi eshiklar qo'yilgan zal qismi. Aytib o'tganimizdek, isitish отопление orqali. Bu joyimiz mehmonxona. Mana sizlar ko'rishingiz mumkin. Yaxshi, derazalarga shu tomonga qaragan. Aytib o'tganimizdek, holatlari yaxshi. Bu joyimizda barcha jihozlar chiqib ketadi. Hech qanday jihoz qolmaydi. Bu spalni qismimiz. Bitta oila yoki ikkita oila yashasa ham bo'ladi. Narxi ham juda ham chiroyli narxda. Azizlar $55,000 so'rashyapti. Yana kelishtirib berishar ekan. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Chiroyli narxda sizlar uchun savdolashib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.